Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan o'sha o'zbeklar do'stlar yangi videoga xush kelibsizlar. Biz bugungi videoda Minecraft o'ynaymiz, ya'ni qishlog'imda o'zimga bo'mishlar uchun loydan baza qurib bermoqchiman. Ba'zi negativchilarga o'xshagan o'sha bazani bir ozgina tarafini qurib bo'lgan edim. O'zi kecha video olaman deyotgandim, prosta vaqtim bo'lmay qoldi. Shuning uchun bugun videoni boshladim. Atak birinchi bo'lib biz bloklarni yig'ishimiz kerak. Shu yerdan bloklarni yig'sak bo'ladi. Kamida menga 1,5 stak blok yetsa kerak, agar adashmasam. Samarqandda nimadan qasr bor, o'shini loydan quryapman. Sana tashlab bo'ladi bunga videoda. Buning bor o'yinning ovozi biroz baland ekan, shuning uchun pauza qilib pasaytirib oldim. Videoni davom ettiramiz. Agar do'stlar videoni ovozli qilib olsangiz, ya'ni o'yinning ovozini ochib olsangiz, вообще sifati chiqadi. Qalaysan o'zbek Ravis? Yaxshimisan jigar? Yaxshi ishtirma bo'ldi. 700 ta qachon bo'lasan? Bilmayman, inshaalloh bo'laman. Loydan baza quryapsanmi? Uyata. Senga po'xuy basma bile. Uzr, so'kinib yubordim. Shitel. O'zi kelib basam yetyapti. Tezroq borib endi mana shu joyga loyli bazani bitirishimiz kerak. Tepaga sekingina chiqib olamiz. Baza tepasi bo'ladimi? Yo'q, tepasi bo'lmaydi bazani. Chunki biz quyoshda endi nafas olib o'ynaymiz. Nima tepasini yopib borib. Do'stlar, hali 30 ta ham bo'lmabdi-yu. What the hell? Shuncha qilganimni hudingga tiqding, bro. Sizlamas. Xayolim ko'tiga tiqib qo'ydi. Oy, sekin. Hoshimjon bo'lmaylik, do'stlar. Video уже 2 minutlik ham bo'libdi. Mayli do'stlar, YouTube'dan ketmayman. Nimaga desangiz, YouTube'dan ketib qolsam, zerikib qolyapman ba'zida video qo'ygim ham kelmayapti. Ikkalasini ham qilgim kelmayapti. Shuning uchun ba'zida video qo'yaman, ba'zida ketib qolaman YouTube'dan, ba'zida video qo'ymay o'tirib turaman-da. Lekin agar 1-2 oycha yo 1 haftacha video qo'ymasam, ketib qoldi deb bunaqa qilmayman. Chunki telefon o'zimniki, keyin ilitak men hech qachon YouTube'dan ketmayman. Kanalim ham o'chib ketmaydi. Shu joydan yana loylarni qaziymiz. Ilitak keyin bilasizlarmi, men yerni tagidan qancha qiynalib joy qazib keldim. Keyin sizlarga bu joylarni ko'rsataman. Bu xuddiki kimdir o'tayotganday yo'l qilib qo'ydim. Mayli, kim o'tsa o'taversin. Tezroq. O'sha lapatamiz ham hozir sinadi do'stlar. Lapatamiz singandan keyin bilmayman nima qilishni. Hammasini sindirib olamiz. Hammasi joyida. Menimcha menga shuncha loy yetishi mumkin. Endi men bo'mishlarga loydan yuqurib beryapman deymi? Chunki ular o'zi loy. Musurlar. Men bir paytlar bo'mish bo'lganimda bo'mish bo'lar, ular o'tgan oldin bo'mish ekan deb o'ylamanglar meni. Prosta oldin Minecraftda pizdes bo'mish edim. Pizdes bo'mish edim. Keyin o'zimga korobkadan yuqurganda harami siqib bo'mishlar buzib ketishgan. O'sha chiroyligina korobkadan bo'lgan uyimni ko'tiga tiqib ketishgan. Ilitak, nimaga hozir ularga yordam beryapsiz deyapsizmi? Chunki mayli, ularga yordam bersak, bizga savob yoziladi. Bizning gunohlarimiz esa ularga yoziladi.
Men prosta gunohlarimni o'chirmoqchiman. Ja, ko'pasu ba'zida bor. Tak, yana pastga onasini emsirib bor ekan, o'ziga qo'ymaydi-ku, to'g'rimi? O'zingiz ham bilasiz. Xo'sh, lapata hozir sinadi, qaranglar. Oldimda temir bor. Vatta, musur temir ham yo'q ekan. Mana do'stlar, temirli naqamiz ham sindi. Mayli, shunchalaydan ja qurib olmaymiz, lekin mana shu joyga bloklarni tugatib qo'ysak bo'ldi. Boshqa tepasidan joy qilmayman. Shuncha yetadi. Tak. Okey, yaxshi. 9 ta qoldi. Jin ursin, buni mana bu yoqqa qo'yib yubordim. Instrumentlarni ham do'stlar yangilaydigan paytlar keldi. Tak, bu yer уже bitta. Endi esa bizga mana toshlar va taxtalarni olib kelganman. Bu narsalar nega kerak deyapsizmi? Bu narsalardan bu mijlarga kichkina bo'lsa-da cho'tir qurib beraman-da. O'zim ham yaxshi inson bo'lib ketyapman. He. Da bu yerni yopib qo'ysak yaxshi. Buni buzib qo'yamiz. Buni bu yoqqa, buni bu yoqqa, buni bu yoqqa va tak bo'ldi, yetadi shuncha. Fakirlarni ham qo'yib kelganman. Juda ham uzun bu taraflarda. Endi tomidan toshlarni qo'yib, stop. Xo'sh, tak. Shu kichkina joyni ham qazib oldim va shu yerga bloklarni qo'yib, nimaydi shunchalik hajmda chodir qurib beraman bu mijlarga. Tak. Boshpana. Xullas, qisqa qilib tushuntirganda boshpanada do'stlar, vobshe ovozlarim ham bir g'alati bo'lib ketgan, g'alati gapiryapman va birozgina grip bo'lib qolganman. Xo'sh, tak, buni bu yoqqa, buni bu yoqqa, buni bu yoqqa, buni bu yoqqa, yo'q. Buni bu yoqqa-da. Tak, endi bitta ish qo'yamiz, shuning uchun taxtalarni ishlatmayapman. Okey. Oldingi kanalimda shunaqa joy bor edi. Shuning uchun shunga dekoratsiyalarni qo'shib onasini emsin. Vobshe men ishga bitta ham qolmadi. Bilasizlar, ishga yetmayapti. Onasini emsin, endi bu yerdan chiqamiz. Ya'ni mana shu tarafdan yurganimiz ma'qulroq. O'zimni uyimni olib kelamiz, shaxsiyda. Tak. Bu yer uzun. Meni agar serverimga kirganingizda shu tarafdan sizga qanday kelganini ko'rsatib qo'yaman-da. Mana yo'llarni eslab qoling. Prosta hozir siz qanday bu tunnelga kirishni o'rgatib qo'ysam bo'ldi. Bu mijlarning bazasiga mastava qilib ko'rganda borsangiz bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Shu joydan kirsangiz bo'ladi. Tak, bu yerda nima bor deyapsizlarmi? Bu yerda prosta mustur joy bor. O'zingiz ham ko'rgansiz zombi apokalipsisda. Do'stlar, aytmoqchilik. Zombi apokalipsis tugadimi? Zombi apokalipsis tugadi. Stop. Mening bu yoqda onasini emsin. Mana musur narsalarni ham bir yo'la lavaga tashlaganmisam, lava uchib qolgan. Bata daraxt yo'q. O'zim ham bilganimda daraxt yo'q. Prosta daraxt yo'q. Tak, daraxt yo'q. Mayli, choptiramiz. Eski uyimda bormikin? Daraxt chopkim kelmayapti. Tak, do'stlar. Eski uyimda ham qora taxta yo'q ekan. Shuning uchun hozir kech tushdi va eski uyimda kalitlar mana shu kravatimni tozalab, birozgina tozaladim. La'nati shunday qilib. Endi ertalab tushganda do'stlar kamerani yoqaman. Hozircha kamerani o'chiryapman. Xo'sh do'stlar, endi mana etalar ham tushdi. Eski taxtalarni olib oldim va bu yerdan o'zimizga shu ishlarni qo'ysak bo'ldi.
dam olaman va nihoyat bu muzlardan batamom charchadim bu muzlar. Menga pul berishdi, uy qurib ber bizga katta dona dedi. Men o'zim ularga jinni basman. Jinga hatta aylatdim. Men jinniga o'xshab ularga uy qurib beradigan do'stlar. Men unaqa psix deb o'ylamanglar. Просто tak sizlarga aytgim kelmadi, keyin bu muzlar kelib turib menga do'q qilyapti. Bo'ldi, nimada ba'zani tezroq qur. Bo'lmasa pulimizni olamiz, ba'zan o'zing yasha deydi menga. Pash oldimda, bo'pti tezroq bo'laman deb. Chunki menga hozir pul kerakda, demak hozir shu ishni qo'yaman. Bo'ldi, kravatlarni o'zlari yostiqlari bilan inventaridagi musor narsalar bilan qo'yib olishadi. Shu ishni qo'yaman, keyin kamerani o'chiraman. Noto'g'ri tushunmaysizda. Bu yerda nima bo'ladi deysizlarmi? Bu yerni bo'g'izlar uchun sovuqda suvqatib qolmasin deb qazib qo'ydim. Tak buni bu yoqqa. Buni esa bu yoqqa-da buni onasini emsin. Bu yoqqa ichkariga kiramizda. Ichkari isib qolibdi uje. Tak bularni qo'ysak cho'tka uy bo'ldi. Do'stlar, ba'zan yomon cho'tka chiqdi, lekin maza qildim shu bazani qurib, lekinda zerikmadim. Sizlar shu joyda videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz tezroq 1 mingta bo'lishimiz kerak. Sizlar bilan shu joygacha o'zbada qolish bo'ldi do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz sizlarga kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.